20 tacha xodim ishlataman. Hozir Ibrohim akadan so'rayman. Bizdagi xodimlar tekuchka juda ham ko'p. Keldi ketdi. O'zini meni biznesimda jon kuydirishmaydi. Kelib, oyligim olsam bo'ldi deyshadi. Bu narsani yechimini Ibrohim akaning o'zidan so'raymiz. Ketdi. Xo'p, Mardon aka 20 ta ishchilari bo'lgan ekan. Bularda asosan oldindan yozilib olmagan soft skill har bitta bo'limida soft skill va hard skill bo'lishi kerak. Soft skill nima qadriyatlarga ega bo'lishi kerak va hard skill nima videoni olib odam oddiygina hech narsani bilmaydigan, noldan boshlagan odam shu videolarni ko'rib oxirigacha eng zo'r professional ishingiz bilan bir xil bo'la olishi kerak. O'shanaqa ketma-ket videoni yozib olishingiz kerak. Fast food sohasida bu har bitta podachani ketma-ket videosi olinadi. Hard skillda. Ya'ni sizga kelib nimani topshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, oldindan video olinmagan, keyin ishchilarni uzoq muddatga olmoqchi bo'lsangiz, uzoq muddat bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, yaxshi bo'lgandan keyin, ya'ni sizga 6 yil, o'sha 1 yil ishlagandan keyin yaxshi ishlayotgan bo'lsa, ключевой ishchilar bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa sizga maslahatim ularga nimasi yo'q, misol uchun telefoni yo'q bo'ladigan bo'lsa, ularga nasiya qilib 1 yilga mashina telefon olib berganingiz yaxshi. Agar yo'q telefoni bo'ladigan bo'lsa, bu odam mashina olishga qiziqadi. 5 yilga etsanglar bo'ladi. Men senga bitta mashina olib beraman, 5 yil men bilan ishlaysan, o'sha ishlaganingdan keyin u senga o'tadi. Agar o'rtada ketib qolsang, mashina bizga o'tib ketadi deyishlar mumkin. Keyin anaqa uy masalasi. 20 yilga bitta ishchilar, ключевой zo'r ishchi bo'ladigan bo'lsa, CEO yoki top menejerlar bo'ladi asosan unda. Asosan 20 yilga kontrakt qilasiz. Agar kontraktda o'zini ishchisidan oyligidan ushab qolasizlar va 20 yillik kontrakt tuzasizlar. Agar ish ketib qolsa, uyini olasizlar. Shunaqa. Sizga qiziqarli ma'lumotlar bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling va bizga murojaat qiling.